Aka, O'zbekistonda 28-noyabrda jumadan keyin istisqo namozi o'qilyapti. Bu istisqo namozi qanday o'qiladi? Yaxshi savol qildingiz. Ham ko'pchilik bilmaydi. Birinchi o'rinda bu videoga like berib va bu videoni qo'ldan kelgancha tarqatib yuboring, chunki siz bu videoni tarqatsangiz sizga ham ajr yetaveradi. Istisqo namozi nima uchun o'qiladi? Istisqo namozi Alloh subhanahu taoloni rahmatini so'rashlik uchun namoz o'qiladi. Ya'ni yomg'ir so'rashlik uchun o'qiladi. Bu namoz qanday o'qiladi? Ya'ni jamoat namozi o'qilgandek hamma bir joyga to'planib, oddiy kiyim bilan kelib 2 rakat namoz o'qiladi. Birinchi Allohu akbar deb takbir aytiladi, keyin undan keyin duoni o'qiladi, duo istiftahni yana 6 marta qo'lni ko'tarib takbir aytiladi. Bundan keyin qanday namoz o'qilsa, shunday namoz o'qilib, ruku' qilib, sajda qilib, sajdadan keyin shunday qilib birinchi rakasini tugatgandan keyin ikkinchi rakaga chiqqanda 5 marta qo'lni ko'tarib takbir aytilib, qanday birinchi namoz o'qilgan bo'lsa, shunday namoz o'qiladi. Ya'ni oddiy namoz o'qilgandek. Ya'ni bu namozlar boshqa namozdan o'zgarishi faqatla qo'l ko'tarib takbir aytish. 2 rakat namoz o'qilib bo'lgandan keyin hamma bir bo'lib qo'lni osmonga ko'tarib, yalinib Alloh subhanahu taolodan yig'lab duo qilinadi. Mana shu namoz istisqo namoz deyiladi, ya'ni yomg'ir namozi. Mana alhamdulillah istisqo namozini ham bilib oldik, qanaqa namoz o'qishni bilib oldik. Azizlar, qo'limizdan boricha shu videoni tarqatib yuboraylik. Kommentariyada yozib ketaylik. Shu namozini oldindan bilarmidingiz yo bilmasmidingiz? Assalomu alaykum.